Ertalabdan oyijon telefon qilib, sizga zo'r narsa olganman, ko'rsangiz hayron qolasiz dedilar. Men ham bir hayron qoldiray deb bilinchiklardan Fransiyaga yaratib yubordim. Idishga bitta tuxum, bir bokal sut, bir bokal suv, tuz, soda, unni solib bir tilla o'yinchikimda yaxshilab aralashtirdim. Bir cho'mich yog' solib 4 tok suv tashlab, bilinchiklarimni baland olovda chiroyli qilib pishirib oldim. Qiymasini xuddi julenikiga o'xshatib, piyozni qizartirib, tovuq go'shti, qo'ziqorin, ziravorli, smetana solib yaxshilab qovurib oldim. Bilinchiklarning ichiga qiyma solib shunday yumalatib qo'ymasdan, ulardan shunaqa chiroyli korzinkalar yasab, ichiga fransuz nachinkalardan solib, sirniy palichkadan belvoq yasab, beliga taqib qo'ydim. Keyin duxovkaga qo'yadigan idishga terib, ustiga yaxshi eridigan sirlardan qo'yib, bitta sirini eritib olib, ustini shunaqa julenga o'xshatib, chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Xayolimga shuni ham zakazga chiqarish kerak ekan degan narsa kelib qoldi, chunki dasturxonda juda ham chiroyli va appetitli ko'rinar ekan. Oyijon bo'lsa menga qo'lni sovuq suvga urmasin deb beledani shunaqa o'zi yuvib siqib beradigan turbo smart shvabralardan olib keldi. Men bunaqasini magazinlarda umuman ko'rmagan edim. Qayerdan oldingiz desam, siz uchun uzun marketdan xarid qildim dedilar.